Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan Ustoz Abdulvahab Xallab degan kishining ilm usul fiqh degan risolasi haqida darsimizni davom qilgan bo'lib, uchinchi qismninki, ya'ni Qavoid usuliyya al-lug'aviyninki oltinchi qoidasi om va u omning dalalati degan shu mavzuga to'xtab qolgan edik. Şu anın özden yeniler dersimizni davamlaştırışık tırışımız. Ustaz Abdülvahap Xallab deydi ki, 6. kaide am ve o amның dalalti, amның hukumi, muş hakkıda deydi. Am qançılık bir dairini uqturalaydı. Degendek. Deydi, İza varada fin nas şer'iyyi lafzun amun ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه و وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا فإن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص وإثبات الحكم لهذه الأمر ظنا لا قطعا ولا يخصص عام إلا بدليل يساويه أو يرجحه في القطعية أو الظنية. 6. qoida am ve amның dalalati barisi bo'lgan bo'lib, qachon shar'iy nasning o'zida bir umumiy bir lafz kelib, amni uqtirgan bir lafz kelgan bo'lsa, buning bir az doirasini talashtirishga, buni taxsis qilishga bir delil yo'qkan, delil turmagan bo'lsa, u vaqtda bu amni shu am bo'yicha amal qilish vojib bo'ladi. U lafzning o'zini qanday qilish? U lafzning umumiy hamla qilish vojib. Yani taxsis qilgan delil bo'lmagandan keyin. O hükümlü vakitte o amның afrodning hammasiga qat'iy isbot qilish vojib bo'ladi. Bunun misolini tavanda ko'ramiz inshaalloh. Agar delil turibdi, bu amның ba'zi afrodning ba'zisini taxsis qilishga delil bor ekan u yerda. Vojib bo'ladi u amni hamla qilish. Nimaga? O amның afrodning qilib qolgan ba'zisiga taxsis qilib bo'lgandan keyin u omnini ompeti amal qilolmaydi. O lafzul umumni o'zing shu afrodning hammasiga hamla qilolmaydi. Faqat uni taxsis qilib bo'lgandan keyin afrodlarning qog'iniga sir chiqib ketgani o qilib qolgan bo'ladi, chiqib ketgan bo'ladi. Ichida qilib qolgani o lafzul omni taxsis qilib bo'lgandan keyin qilib qolganiga hamla qilish vojib bo'ldi vaqtda. Ve hükümünü ispat kılış vacip oladı. Hem muşu apratqa, muşu təxsistinkin qağan muş ondan qaldı apratlarga hükümünü tiniş, hükümünü bekitiş vacip oladı. Dannan laqatqan. Hem de bu am təxsis qılınğandan keyin amның özününki afradıgan dalalati danni oladı. Qat'i emas. Çünkü bir taxsis qilindi da. Biz şeylikki bir qator sunib ketgan qo'l qancha tingib saqaytilsimi, yana da burungidek asli kelmaydi. Azroq ojiz bo'lib qoladi degandek bir gap bor. Yoki mundaqcha aytganda bir tomdan bir nashtal kesak, bir nashtal xish binasini elib olsa, tortib yerdan tam biraz acizib qolib qoladi-da, o qat'iy zot sabit turolmaydi. Berib aşağıdan tushib ketishga bir yo'l nima qilib qoladi-da. Borgan sir u yerdan boshqa xish tomni olmoq o'ng'ay qolay bo'ladi, ojiz bo'ladi-da. Kuchli qat'iy bo'lmay zanni bo'lib qoladi. Chunki aynan bir necha xish, kesak, tosh ularni tortib evetildi. Bu amning o'zimi amning apparatlarning ba'zisini evatgandan keyin taxsis to'g'anliq taxsisninki taxsis qilgandan keyin u nima bo'ladi?
bu vaqtda bu ba'zi afrod qartiladi. Ammo bu tahsisdan keyingi bu omning o'zining nimasiga madlul bo'lgan dalalati danniy tariqada dalolat qilgan bo'ladi, emas qat'iy tariqada emas. Ani qat'iylik tugaydi. Bir qator sundi bu qo'l biroz ojizlab qoldi-da. Ya put Alloh saqlasin har kimni da qilishdan. Masalan, mushuna bir ahvol ostida bir qator sunib ketgan qo'l asli burungidek bo'lmaydi degandek bir qator bundan azroq bu omning ma'no afrodining ba'zisini taqsis qilgandan keyin bu om ojizlashga boshlaydi azroq. Andan keyin boshqa dalil donnimuchu u omni taqsis qila oladi. Bo'lmasa u omni dalil donni taqsis qilolmaydi. Biz nimani qarshida shundoq. Ammo jumhurlar ya qila oladi deydi. Cumhur ulamolar lafz omning madlulini nimicho dalil donni taqsis qila oladi deydi. Cumhurlar. Ammo fuqaholar, Sadat al-Ahnaflar yo'q. Bu onu taqsis qilolmaydi deydi. Onu tani ko'ramiz inshaalloh. Bunun dalalati demek danni tariqada bo'lgan bo'ladi, qat'iy emas. Va taqsis qilmaydi omni, lekin omga ro'pro kelgan dalillar bilan. O nima? Labzi omga. Uni taqsis qilmoqchi bo'lgan narsa nima ekan? Barobar bo'ladi degan, nima degan gap emas bu. Omlikda xoslik deganlik emas, qat'iyatda yoki donniyatda barobar bo'lgan. Taqsis qilmaydi bir omni, lekin bir delillenki barabar bo'ldi bu delil ay omga. Nima barabar oldu? Agar qat'iy o'g'imiz qat'iylikda, danniy o'g'imiz zannilikda. Anandan keyin taqsis qila oladi. Yoki kuchkuludda nima u delil ash omga. Kuchliroq bo'lgan mandaq delillan omni parchlash bo'ldi. Taqsis qilib, bo'lib, bunday kichik doirasini bir kichiklatishga taraytishga bo'ladi. Nim bilan omga qat'iyat donniyatda barobar keladigan yoki onundan besib tushirgan. Amdimmo qat'iyat donniyat uchun besib tushirgan delillan anandakin om taqsis qiladi. Bo'lmasa taqsis qilmaydi deydi. Tariful am, amning tunishtirişi, tarifi. Al-ammu huwa al-lafzu alladhi yadullu bihasabi wad'ihi al-lughawi ala shumulihi واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها فلفظ كل عقد في قول الفقهاء كل عقد يشترط لانعقاده أهلية العاقدين لفظ عام يدل على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معين أو عقود معينة ولفظ من ألقى سلاحه فهو آمن لفظ عام يدل على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر معين أو أفراد معينة. Amni qo'yilg'ishi qo'yish hisoblangan. Lug'atda bir qo'yg'ichi bir vadi qil hisoblangancha uqtirdi. Amni shundoq bir vadi qilgan. Bir qo'yg'ichi lug'at bilan shunda qo'yish hisoblangan, qo'yish e'tiborlangan. Bu o'zining umumiyatini uqtirdi. Va o'zining afrodlarini, o'zining qo'l ostidagi a'zo shahmaklarning hammasini pur elib hammasini o'z qo'yniga ilishni, mushni hammasini o'z qo'yniga oladi. Shumul va istig'roqni uqtirdi bu am o'ziniki, shu am deb qo'yish hisoblangan. Vadi ona shu umum deb qo'yganlik hisoblangan, qo'yish ham Alloh o'zinincha afrodning hammasini uqtirdi. Ki unuğa bu amninki ma'nisi to'solg'isiz undan bo'lgan u amning ma'nisi bir muayyan bir nimada bir
Kemiye muayyene de emas. Kemiye onundan muayyen boğan bir ölçem miktarda unu qartılıp emas. O miktarda tosalgısız onun manısından emin uqturdu. Hayatik zaday amla manisi to'g'ri keladigan, sodiq keladigan apparatning hammani o'z qo'yniga oldi. Am degan kalima. Masalan, kullu aqdin labzi puqalninki bu so'zniki har qandaq oldim, sotdim, tegdim, ozod qildim, berdim, ebi qildim, so'g' qildim degandek gap. Taloq qildim. Har qandaq aqdi puqalning so'zniki bu. Kull aqd degan gap puqalning so'zi bu kull aqdin gap shart qilinadi. Bu aqdining echilish, chekilish uchun aqidayning salohiyatlik, buningcha ahliyatlik, yaramliq bo'lishni, majnun bo'lmaslik, sabiy bo'lmaslik degan o'xshash bu ikki aqidayning oldim, badim, tagdim, oldim degan o'xshash masalan voqeada bu shu ikki aqidayning ahliyat shart qilindi. Kullaq degan lafz shart qilindi. Buning echilish uchun, buning chekilish uchun ikki aqidayning yaramliq bo'lishini. Masalan, lafzi am. Bu kullu aqd degan so'z tuqalninki kullu aqdin yushtaratu lin iqadihi ahliyatul aqidayni degan so'zniki kullu aqdin degan gap bu umum bir lafzi. Har qanday aqd demakchi dedi. Bu lafzi am. Uqtirdi bu kullu aqdin degan gap onun uchun aqdi sodiq kelgan narsani hammani uqtirdi. To'solg'usiz holda muayyan bir aqdi to'silib qo'yadi. Cheklanib qolgan emas. Yoki bir necha aqdliklar cheklanib qolgan emas. Butun aqdining hammasini shu aqd degan gapning hammani o'z qo'yniga oladi. Va aynala man alqa degan laf man alqa silahahu fahuva amin degan mushahid sharifki man alqa degan lafzning o'zi bu ham lafzi am. Uqtirdi bu nimani har qanday shaxsiyki o'zining qurolini tashlabdi. Qurol ko'tarmay, bo'ldi biz taslim bo'ldik. Biz tinchlikni yo'qladik deb ishni biroz aqllan tuzayli deb qurol tashlagan shaxsning har qandig'ini o'z qo'yniga olganligini uqtirdi. Nima? Man alqa degan lafz to'solg'isiz bir muayyan bir shaxsida yoki bir net shaxslarda emas, umuman har qanday odamni uqtirdi bu. ومن هذا يؤخذ أن العموم من صفات الألفاظ لأنه دلالة اللفظ على استغراقه لجميع أفراده وأن اللفظ إذا دل على فرد واحد كرجل أو اثنين كرجلين أو كمية محصورة من الأفراد كرجال ورهط ومئة وألف فليس من ألفاظ الأموم وأن الفرق بين العام والمطلق هو أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده وأما المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائعة لا على جميع أفراده فالعام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفراد والمطلق لا يتناول دفعة واحدة إلا فردا شائعا من الأفراد وهذا هو المراد بقول الأصوليين عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. Bu gapdan shunda xulosasiga erishimizki, bu gapdan elinadiki, cho'qim om degan gap umum bu lafzning sifati ekan bu. Om degan gap lafzning sifatidir ekan. Chunki om degan gap bir lafzning hukmi, lafzning dalalati. O lafzning u lafzning u omning afrodining hammasini o'z qo'yniga olganligini oğan öz qo'yniga onu şamil bo'lganligini, uni mustaqraq bo'lganligi oğan labzning dalolat ekan bu am. Va cho'qim labz qachon unda bo'lsa,
muayyen bir shaxsni uqtiribdi, rajulga o'xshash, yoki ikki odamni uqtirib qolibdi, rajulayni o'xshash, yoki cheklik bir necha shaxslarni uqtiribdi, rijalga o'xshash, 10, 100, 1000 degandan iborat masalan. Buni uqtiribdi. Ammo cheksiz emas ekan. Ming olsun bu sanskritdan qo'rishib bo'ladi ekan, uni cheki bor. 100 olsun, 1000 olsun, 10 ming olsun, kemiye mahsura bo'lgan bo'ldi bir apparatlardan. Rijal o'xshash, rab dedik, bir qo'shin, o qo'shinmi cheklik. Miyat dedik, shundoq, alf dedik, 100 va 1000 dedik. Hammasi nima? Kemiye mahsura. Buning hammasi nima deyildi buni? Am deymiz deydi. Am degan lafzinki bir uqumi. O'zining ostidagi apparatlarning hammasi mustaqil qilib, uni shamil bo'ladigan labzining uqumi. Falaysa min alfadil umumi. Emas bu, nimmas umumning labzlaridan emas. Qaysi bir labzdan bir narsani uqtirib qolganlik, ya ikki yoki cheklik narsani uqtirib qolganlik, yoki sanspirlari aniq mandaq bir narsani unum qilib, bu alfozil umumning qatori emas. Umum degan zodi hammani o'z qo'yniga oladigan gap bo'ladi deydi. Buni o'xshash ancha mancha bu hammasi cheklik qilib qolgan. Bu alfozil umum emas bu. Va chuqur farq om bilan hamda mutlaq. Om bilan mutlaqning farqi qandoq desa, chuqur farq om bilan mutlaq orasida. U farq jazman om degan uqtirdi. Her bir shaxsini o omning shaxslardan bo'lgan, a'zolardan bo'lgan her bir a'zoni o'z qo'yniga olganligini uqtirdi. Bu om. Ammo mutlaq kelsak, mutlaq uqtirdi. Faqat nima? Ash taralgan shu o'tirdi ba, demene bir part uqtirdi. Yoki bir necha part uqtirdi. O'tirdi mavjud tarilib, bak eğilip tarilayotgan şu köz aldığımız boğan muayyen bir neç pert ya bir pert ne çıkaladı ya bir neç pert ne öz çıkaladı. Emes bu aparatın hemen öz koynaganmaydı. Nime? Mutlak. Demek am degen öz çıkaladı bu am bir vakıttala. Am onunla uygun keldiğin nersinin aparatını ibaret uyum keldiğin nersinin hemmene am öz çıkaladı. Mesela racul değil. Bütün dünyadaki racunun hemen öz kalgan buludu. Ene gayet mandak bir narsa tosalıksız aldı. Bir vakitlamla hemmene öz koynuğu alalaydı, öz mefhum dairesi çıkıp alaydı. Mutlak andagamaz. Mutlak diyen öz kalmaydı. Bir vakitla öz kalmaydı. Mutlakның uqtirgan narsa nimasi? Mutlaq faqatlam ashna a'zolarda bo'lgan bir ash a'zoning ichida bo'lgan bir a'zoni o'z ichiga olaydi. Va hamma bir vaqtla o'z qo'yniga olgan ish yo'q. Bu o'zi maqsad shu usulchilarningki so'zlan bo'lgan maqsad shu. Qaysi so'z usuliylarning so'zlan bo'lgan maqsad. Qaysi bo'lsa omning umumligi shumuli. Bir narsamiz om deykemiz, onun am bo'lişi hemmini öz qo'yniga olish. Mutlaqning omligi badali. Ele deganda mutlaq o'minjiq narsa uqtirdi. To'saliqsiz bir narsa uqtirdi mutlaqmi? Ammo uning omligi badali. Ma bo'lib bu ketib bo'lgandan keyin uning o'rniga yembis chiqib. U ketib bo'lgandan keyin uning badalida yana birisi, u ketib bo'lgan yana birisi. Biroqla emas. O biroqla uqtirish o umumninki dalaleti. Ama mutlaqning andaqa emas deydi. Alfaz al-umumi استقراء المفردات والعبارات في اللغة العربية دل على أن الألفاظ التي تدل بوضعها اللغوي على العموم والاستغراق لجميع أفرادها هي. أما bu umumning lafzlari qaysi lafzlar umum lafz deymiz deganda xam sözlükler ve Arap tilideki ibarelerinin özüne naiti inçliklen ahtırıp sürüsü qallıqının özü uqtudu şunu uqtudu ki çokum
bu o'zining lug'aviy jihatda bir vodiy, bir lug'atni bir tilshunos bir labzning o'zini shundoq bir ma'noga qo'yish bilan uqtirgan labzining o'zi umum istig'roqni uqtirganligi. Yani demek hamsızlıklarını istikra, onu sürüş kılış, bahs kılış, ona hemen tepsili tetabbu kılış, istikra, eliptin, yağvakçık hemen sürüş kılış. Hamsızlıklarını aktırıp çıkış ve Arap tilindeki ibaretlerini aktırıp çıkarlıkınızı uqtudu. Neymi uqtudu? Lebziki o uqturdu o lebzler, lug'i vazilen umum ve istigraklarını özünün əpradının hamısını istigraq öz qoyuna qaladigan muşundaq umumni uqturgan labzlar u olsa tavandiki ekan degan nuqta deydi. Qaysi o birinchi kul degan labz va jami degan labz. Mesela kul ra'in mas'ulun an ra'iyatihi degan o'xshash. Mana har qandaq bir nima patıcı özün patısının mas'ul dedik. Bunun da kul nim bo'ldi? Bu yerda apparatning hammasi uqtirgan bo'ldi. Bu kul lafzul am demekçi buna da. Halaqalakum ma fil ardı cemi'a degandek. Allah subhanahu wa taala sizlar uchun zimmindik narsning hammani lakum alaykum emas lakum. Allah maşallah. Yarattı sizlarning paydinglar uchun yaratdi zimmindik narsaning hammasi deydi. Bidun istisna. Cemiyen demek bu mu? Lebzul umumnun qatarıdın deydi. Kul cemi boşunda. Kullu hata'in yuhdisu dararan bil gayri yulzimu fa'ilahu bit ta'vid. Her qanday bir xata ki başqalarga bir zarar, bir ziyanni paydo qilib qo'ygan bir xatolik bekitdi o xatolikning o'zi xatoni qilgan odamga uni to'limini bekitdi, tavizni bekitdi. Kul. Bunu shundoq nima bu alfozul umumning qatoridan deydi bu. Eningdan boshqa ikkinchi hamda bu alfozul umumning ikkinchisi bir mufrad. Al mufradul muarrafu bi al. تعريف الجنس الزانية والزاني بالمفرد الزانية تدق مفرد oldu الزاني bu hem mufrad elif lam bilan muarrab oldu bu cinsini tunuşturuş cins için kelgen elif lam har qandaq zaniye har qandaq zani degandek bu bundaq kelib qolib qolsa bu ham nima umumliq turgan labzi deydi alpazlum والسارق والسارقة وأحل الله البيع وحرم الربا الزانية والزاني الزانية أنا برون كل شيء bunu ayollarda bu şu zina, puhuş, bular olgan davai asbab köparak boğaşka asaslık bu birinci rol oynap gidigan boğaşka zina bu haram işkişlarda Allah subhanahu taala şuna bunu zanidin burun keltirir şu da Vasarik vasarikatu manında bu erini boyun keltirdi. Ayal oğurni ikinci keltirdi. Er oğurni birinci. Çünkü bu oğurluk kılış alay güç talep kıldıgan bu koşka. Demek erlerinin bu fiziklik beden kuvvetleri mu ikisi qaraganda qaysiga qaraq endi albatta erler kuch bo'ladi. O'g'irlagan narsani onu yetkab, olib qochib, yugurib, u bu urib chiqib qilgan ishlar bo'lgan bo'lg'achqa ayollarga nisbatan bu erlarda sal tulg'aroq buning asboblari. Shu buningda avvalanda ma as-sariq deb keltirish. Buning ikkinchisi eliflam bo'ldi. Har qanday zinaxo'r, er olsun, ayol olsun. Har qanday o'g'ri, ayol olsun, er olsun. Degandek buningda alif lam muarrif keldi. Buning o'zi nima? Labzul umumninki am labzlarning birsi bu deydi. Va ahallallohul bay'a va harrama riba. Al bay'a ar-riba mutlaq bayn halol qildi. Bundan taxsis bor, kinam undan alim qilg'ili bor. Ma umumni taxsis qilg'ili bayna. Masalan, g'ish bo'lmas kerak. Bir baydi bo'lgan, jaholat arishib qolsa bo'lmaydi. Bey deb qillamlar, uni hamma Alloh taolo halol qildi deb mana qilib qolsa bo'lmaydi.
Onun da çok riba arışıp kalgan boz bulmaydı. Nim bulmaydı. Mesela namaz vakti, cuma vakti da elim setim kıp kalsa o halal emez. Bunu da taksis kılındı yine. Ve harrama riba. Riba demiş şunda. Bunun da çok ve harrama riba. El bey, el riba. Bu işkilisini ma lam الإبلام الجنس الاستغراقية تعرف شنو كيان بومو الباز من قطار من دايلو البيع ينقل ملكيته عرقنا بيع ملكiyetini yütkeydi o deydi. Aldım sattımla boğan bolsa pul onun kulgodudu, tavar bunun kulgodudu. Milkiyetini yütkeydi. Nime el bey. Yani ki elif olan el milkiye, el bey, el milkiye. Bu mu? Nim için? Tarifil cins için. Bu mu? Muallem boğan muarrab, mufrat muarrab değil. Bu mu? El bazlı mu? Katardın. لأن الجنس يتحقق في كل فرد من أفراده لا في فرد خاص أو أفراد مخصوصين. Çünkü cins mevcut olup da o amnın partlarında bulgan her bir puşkaga bütün azalarını amnınki azalarını partlarının hemmisini aktırıp baksa bunun da mutlak bu tepeledi. Emas bu birli partqa bir xas bir yagil qartılgan emas. Yoki maxsus muayyan bir necha partga qartılib qolgan emas. Bu zada yo'q cheklimidan chiqdi bu. Mutlaq holda uqtirdi bu. الجمع المعرف بال تعريف الجنس جمعي ki bu ma'rif qilingan cemi ellen eliplam bilan ma'rif qilingan cemi bu eliplamız bu cinsini tunuşturuş için kelgan. Mesela mutallaqat ve tarabbasna demek. Mutallaqat cemi kelim bo'ldi. Cem muannas ismi mef'ul. Muarrab elif bilan ma'rif qilindi val mutallaqat. Bu bütün talaq qilingan ayollar demakchi bu tariful jins. Bunda kelib qolgan yana alfaz umumni qatoridan val muhsanatu minan nisa val muhsanatu doq minan nisa va muhsanat desak bu shundoq jami muarrab bo'ldi. Val jamul muarrabu bil idofa jamiki hamda İdapetle ma'rifun cemi. Hud min emvalihim. Yani bir yerde muarraf oluşu eliplanmaların emez ama idapetle. Hud min emvalihim sadaka. Onların mallarının sadakını ağına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Min emvalihim. Emval malının cemisi. Muarraf oldu. Tunuşluk oldu ne keremez. Mal. Ne bilen muarraf oldu? Humga izap kılışan. Hud min emvalihim deb. Hurrimet aleykum ummahatukum. Bunun mu ummahat cemi oldu, marif oldu. İzap bilen. Nemi izap kılışan? Aşı mecrur muttasıl olan kum. Bu zemirge izap kılışan. Bu mu elpaz umman katarından deydir. El esma'ul mevsuletu. İsim mevsul bu mu nime? Bu elpaz umman katarından. والذين يرمون المحصنات والذين bu umumluk arkandaq zade pak iffetlik meyil yüzlük ayal olsun meyil başka ayallar olsun bunun uçu böhtan kıgan töhmet kıgan mujnaq erle meyil kim buluşsun kati nazar demekçi deydi vellezine bu mucu elpazlı umumluk katardın vellâi yeisne minel mehîdi yüzünçü aylık özünki kesildin ümitsiz olgan ayallar dedi. Vallahi bu mu şunda? Kim buluşsun kati nazar. Ve ulatul ahmal ecaluhunne en yada'na hamlahunne. Hamildir ayallar egildir ki. Hamildir ayallar. Ulanın ki iddetinin muddeti özünün kosudaki bağ törelmeni ceninni Kuyuş. Yani demek kusur ba ayal yoki o ne bo'libdi talaq qilinibdi yoki ayolning eri o'lib ketibdi u vaqtimizda uning iddati qachon tugaydi qachon qo'sqidagi hamlani tugib qo'ydimi xolos uning iddatidan chiqqan bo'ladi deydi va ulatul ahmal bu yerda ulat bu nima bo'ldi ism mavsul bo'ldi ulninki jamisi ulat bo'lgan bo'ladi bu mu? Böyle kandak hamıldar ayal bolsun demekçi. Bu elpaz umumlu katarının deydi.
وأحل لكم ما وراء ذلكم halal kılın sizlerge yukarıda tızımladığını listesini beğen hurrimet aleykum ummahatukum ve ahawatukum ve halatukum ve benatukum ve benatul ah degendek bir ayet var. Allah subhanahu wa ta'ala şunu o'zi sizlarga haram degendek. O da Allah subhanahu wa ta'ala bularni tizimladığını beğen. Hem de halal kılın sizler için yukarı tizimladığını sizlerge yollab beğen ayallarning başkası hem halal kılındı dedi. Meyli o başkası kim bulursun katı nazar. Men mabiyada nime elpazı ummu katarın demekçi. Halal kılın sizlerge bir nesini halal kıldık. Bir ayalla cinsiyetini halal kılındık ki ay yukarıda tizimlatını haram da tizimlatını beğendim başkasının hemmisi halal kılındı dedi. Bunun da yine bu biraz taksis kılınık ayalı bak. Bu ayet mutlak bundak o şey değilmeydi. Ha, mesela onundan mesela nime işki atsınınki bir kilişi bu nimez bir yakiliş hem dursa emas. Yani onun başka bir ayal kişilen o ayal kişininki halesi, ammatisi, ya atısınınki atысы sansı, ya apısının atısı sansı bununla bir ayalını bir nekah kılış bu dursa emas bu bunun ısna kılındı. Yani onun bas mümkün ayala bataks kılındı. Mesela ve uhile lekum ma varadikum ma demek çoğunda bu elpazıl umunun katardan demekçidir. Asma o şart bu elpazıl umum katardan ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. Kimiki hataen bir adam öldürüp kalgan bolsa, o bir kul azat kılış, mümin olan bir kulunu azat kılış lazım. Degandek. Kim buluştan katı nazar ve men bu elbazlı onu katardan men zellezi yuqridullah qadran hasanan fayudaibahu leh. Kimiki Allah subhanahu teala için bir Allah yolunda bir güzel bir karz hasene bergen bolsa Allah onuğa neç çanda neç hasse neçe aşır pırdı neçe sıkılıp degendek. Bunun ben esma-ı şerfin katarın bunun elpazılın katarındaydı. En nekiratu fi siyakın nefi ey en nekiratu menfiyetu la darara ve la dirara la hicrete ba'del feth fela cunaha aleykum. Bir nekiri ki nefinin siyakı doğan. La darar. Darar nekire. La degen nefinin siyakı geldi. Nekire menfiye. La darar ve la dirar. Ve la hicrete ba'del feth. Fela cunah aleykum. Ama size bu la elfazlı bunun katarındaydı. Fakul lafzın min hazil elfadi موضوع في اللغة وضعا حقيقيا للدلالة على استغراق جميع أفراده وإذا استعمل في غير هذا الاستغراق كان استعمالا مجازيا لا بد له من قرينة تدل عليه وتصرفه عن المعنى الحقيقي. Bu lafzlardan, şu alfaz-ı umumun lafzlarından bo'lgan har bir lug'atda haqiqatan afrodning hammani o'z qo'yniga uqtirishni, o'z qo'yniga ilishni uqtirish uchun haqiqatan qo'yilgan lafzlar bular. Agar bu lafzlarni mushu ma'no, mushu umumiy afrodning hammasini o'z qo'yniga ilishning g'ayrida agar shuna ishlatilib qolib qolsa, bu ishlatilish majoziy ishlatish bo'lgan bo'ladi. Ammo bu majoziy ishlatish uchun bu majoz ekanligini uqtirgan, majoz ekanligini uqtirgancha bir qarin lozim. U haqiqiy ma'nosini o'rib bo'lmashini to'lg'ab, bu majoz ma'nosi qartadigan bir qarinaning bo'lishi lozim deydi. Xo'sh, darsimiz shunga poyimiz davomi keyingi soatda bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.